Salom do'stlar, bugun men sizlar bilan Sardorbek DLSda yashil kartali futbolchilarni olishni bilmayotgan bo'lsangiz, olib ko'rsataman. Hozir olmasam yetmasa ham, ololmasam ham sizlarda o'rgataman. Kim bilmayapti? Kommentariyada yozib keting. Yana tushunmaganlar bo'lsa, yana boshdan ko'rib o'ring. Tutda otsam yaxshi bo'laring. 100% berar ekan. Do'stlar, men yashil kartali futbolchilarga vaqtingizni olmayman. Yashil kartali futbolchilarga kiramiz. Bu yoqda mana shu futbolchilarni agent degan joyiga bosasiz. Keyin 300 ana bu legendariya shuni otsangiz, shuni otib ketiladi-da va futbolchi ushlaysiz. 8 ga 9%niki turibdi. Hozir 100% bo'lsa garantiya tushadigan deyapti.